Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Manaki hozirgi yengimizni uchini fasoni mana shunaqangi fason bo'ladi va buni ustiga однотоновый shifon matosidan shunaqangi отделкасini qo'yamiz. Ustiga chiroyli qilib oldi qismi esa ikkita yoqali qayrilgan yozga ko'p trendga chiqqan fasonimizdan bo'ladi. Buning uchun однотоновый matodan kesib, glizerinni ham kesib oldim. Mana shunaqangi qilib hozir buni yopishtirib qanday qilishni ko'rsatib beraman. Mana qizlar, buni однотоновый matoni glizerin yopishtirib oldik. Aptachkasi uchun mana shunaqangi qilib yerdan overloklab mana shunday o'zbekcha koketka mana shunaqangi o'rtasiga птичка qo'yib olasizlar va buni o'rtasini kesmagan holatda aptachkani ham o'rtasini topib tekis qilib joylashtirib olasizlar. Mana shunaqangi qilib qo'yib tikib olasizlar va o'rta chizig'idan ochilishi necha xohlagan bo'lsa klient shungacha tushib olasizlar. Menda ochilishi 18 cm bo'ldi. O'rta chizig'idan 1 cm bir yonboshga 1 cm bu yonboshga qilib belgilab to'g'ri chiziq tortib e'tibor qilib pastini ingichkaroq qilib olasizlar. Ingichkaroq qilib olinmasa mana shu o'rta xunuk bo'lib chiqib qoladi va eniga 10 cm dan yoqqa qaytishini tashladim. 1,5 cm tepadan qoldiriladi. 10 cm yodlaringizga qolsin. Bu yoqqa kattaroq qaytib turishi uchun hisobga olindi va buni to'g'ri tikish bilan tikib olasizlar. O'rtasini kesib o'ngarib olib tikib olinadi va yoqqa однотоновый mato tarafga qaytib turadi. Buni tikib bo'lib tayyor holatini ham ko'rsataman.